CapCut yoki shunga o'xshagan dasturlardagi reklamalarni qanaqa qilib osongina iPhone'da o'chirish mumkin. Xo'p, demak ko'rib chiqamiz. Safariga kirib olamiz. Xo'p, bu yoqqa iOS deb aytiladi. DNS deb yozamiz. DNS. Xo'p, iOS DNS ketdi. Xo'p, mana birinchidagi saytga kirib olamiz. Xo'p, bu yerda ikkinchi variant ustidan bosamiz. Bu yoqda iOS degani turibdi. O'sha iOS degani ustidan bosamiz. Загрузить profilni bosamiz. Короче, и разрешить bosaveramiz. И все, закрыть. Chiqamiz, настройкаga kiramiz. Xo'p. VPN, mana основныйda VPN ga kiramiz. Va bu yerda Adgor download ustidan bosamiz. Установить ustidan bosamiz. Xo'p. Parollarni terib olasizlar. И установить. Все. Готов. Bo'ldi. Xo'p, endi CapCutga kirib tekshirib ko'ramiz. Все, ko'rishlar mumkin. Hech qanaqa reklama yo'q, mana shablon. Hech qanaqa akkauntim ochilmagan. Mana ko'rishlar mumkin, akkauntim ochilmagan. Xuddi shunaqa qilib osongina любой dasturinglardan reklamalarni o'chirib ishlatsanglar bo'ladi, o'rtoqlar. Buni qanaqa qilib o'chiramiz endi? Xo'p, bu yoqqa yana kira olasiz. Adgor don удалить. И o'sha telefoninglarni parolini bitta yozib yuborasizlar, удалить bosaversanglar, bo'lib все o'chadi. Mana shunaqa qiziqarli, foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun Mr. Suhrab kanalimizga podpiska bosib qo'yinglar. 100 mingta bo'lsak, tezroq 100 mingta bo'lsak, $100 mendan. Omad hammaga.